Namozi yo'q, odam hujjati yo'q. Musulmonchilikka hujjati yo'q. Men musulmonman deb o'ylamasin. Uni orqasidan duo xato qilib masxaravozlik qilinmasin. Masxaravozlik u, dinni xorlash u. Namoz yo'q odamga Qur'on o'qigan odam gunohkor bo'ladi. Likulli shay'in miftahun va miftahul jannati as-salat dedilar. Har narsaning kaliti bor. Jannatning kaliti namoz dedilar. Jannatda eshigin tagiga borib, eshikni oching desiz, kalitingiz qani? Kalitingiz yo'q. Benamoz bo'lib borgansiz. Yer yuzi to'planib janozangizni o'qisin. Yuzlab qo'ylarni so'yib xayri ehson, xatmi Qur'onlar tashlang. Kalitsiz bordingiz, eshik beqqina qilasiz. Cho'rni xoti yo'q u jannat. Uni posbonlari Allohning posbonlari ular. Berib qo'ysangiz hech kim yo'qmi deb turib och beradigan emas ular. Allohning posbonlari ular.